Rishtonni kalsosidan har doim kvartira qo'ysam tezda sotilib ketadi. Mana sizlarga bir xonali kvartira topib qo'ydim. Hozir obzorni qilaman. Tezda obuna bo'linglar, o'tkazib yubormaslik uchun. Faqat yaxshilab ahamiyat beringlar. 54 kvadrat, ikkinchi etaj, pishgan rishton bo'lgan bir xonali kvartiramizni ko'rsatyapmiz. Mana koridori, umumiy sanuzli borini ko'rsatyapmiz. Ozgina remonttalab, o'zingizni didingizga moslab remont qilib olasiz. Naryoqda detskiga joyi bor. Mana koridor, katta zali bor. Bu ikkinchi etaj. Bundan keyin etaj yo'q, o'zgarish olib kirsangiz bo'ladi. Ikki xonali qilib olsangiz ham bemalol bo'ladi. Mana bu tomonda so'rilarni qo'yib, kuxniyaga, mana kuxniyada hamma, xullas bu joyda hamma narsa qoladi. Gaz, suv, svetdan muammosi yo'q. Mana detski plashatkalari bor, parkovkaga joylari bor. Bu joyda biz talashib $21,500 qo'ydik. Yana biz nomimizga kelsanglar tushib berishadi. Pastda raqamlar qolgan, bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Va bilishim bo'yicha bu joy oxir qurilgan domlardan ekan. Snoschi deganlarga snos bo'lgan taqdirda ham hali ancha yillar bor. Bo'lgan taqdirda ham sizga buni o'rniga kerak bo'lsa yangisidan 2 xonali berishi aniq.